bugungi kunda Osiyo qit'asi miqyosida eng futbol sevar mamlakatlardan biri ekanligi shubhasiz. Jamoalar maydonga tushib keltish davomida albatta Kuvayt futbol klubiga ham yaqindan to'xtalib o'tamiz. Ehtiros bilan yondosh Landri Kabi berildi. Janubiy koreyalik hakamlar guruhi ishlamoqda ushbu o'yinda. Uchrashuv bosh hakami Kim Don Jin, lekin uning qanotdan oldinga borish xususiyatlarini bilamiz. Boydullayev juda yaxshi qochib ketish boshlanmoqda yangi hujum. Gevarkan o'ng qanotda ochilmoqda. Hozir xavfli vaziyat, zarba, to'p darvoza to'siniga tegmoqda. Sal joyda quvvatliklar kutib olishyapti Nasaf futbolchilarini. Hozir esa to'p jarima maydonchasi tarafga yetkazib, to'pni o'zida ushlay oladigan playmaker kerakmi? Pereplyotkin zarba bersa bo'lardi. Hozir imkoniyat bor. Lutful hozir Gevarkan, xavfli vaziyat. Gol! Ilhom Shomurodov gol muallifiga aylanmoqda, lekin bu davomiy kombinatsiyaning mahsuli. Bu yerda ko'plab futbolchilar ushbu golga o'zining kattagina hissasini qo'shdi. Shomurodov esa ana shu mehnatni muvaffaqiyatli yakunladi. Ikkinchidan hozir Kuvayt oldinga intilishni boshlaydi. Xavfli vaziyat, Pereplyotkin. Ajoyib gol, 2-0. Finalning va nafaqat finalning, bu bilasizmi, Afrika kubogining bezagiga aylanadigan gol. Qanday tezkorlik bilan, mana bosimdan xalos bo'lgan Nasaf va hushtak chalinmoqda. Qadrli futbol muxlislari, barchangizni mana shu ajoyib natija bilan tabriklaymiz. Barcha futbolchilarga bevosita bog'liq. Butun jamoa bugun g'alaba qozondi. Butun jamoa chempion deb nomlanishga loyiq. Nasaf jamoasi bu yerda aynan Nasaf jamoasi vakillari shohsupaga yo'l olishdi. Aniqrog'i o'yin laureatlari aniqlanmoqda. Bugungi o'yinda 2 golga assistentlik qildi. Butun uchrashuv davomida raqib darvozasi oldida faollik ko'rsatib, butun o'yin davomida ana shu kubokni qabul qilib oladi. Zanzilongdan yana bir tabrik va Nasaf Afrika kubogi g'olibi.